Assalomu alaykum. Akalar, xudo xolasa darvozamiz bitti. 10 metrli rolikli darvoza ikki tomonga ochiladi. Ochilish qanaqa, Rustam? Yengil mana. Tepada mexanizmlar o'zimiz bunaqa qildik, o'ylab topdik. Uyda egasi ko'nmadi, ugonlikli variantga biz profilli variant qilib berdik. Ham eshigi ham bor, kalitkasi ham. Bunaqa qulflanadigan variant, ruchka, hamma yo'q как положено bo'lgan. Bunaqa mexanizmli. Stoperlargacha qo'yib qo'yilgan. Bu yoqqa ketib qolmaydi. Toshkentda Kempinxoa mahallasiga qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ustalarimiz ham ishlashyapti, beton quyishyapti oldiga stashga.